UEFA Chempionlar Ligasi boshlandi. Yangi mavsumdagi ilk qadamlar. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Yevropaning eng nufuzli klub musobaqasi UEFA Chempionlar Ligasi 2026-2027 mavsumni rasman boshladi. Futbol ixlosmandlari uzoq kutgan lahzalar ortda qoldi va chempionlik sari ilk qadamlar tashlandi. Musobaqa 7-yil kuni birinchi saralash bosqichi bilan start oldi. Oradan bir necha hafta o'tib javob uchrashuvlari ham yakunlandi. So'ngra 21 va 22-iyul kunlari ikkinchi saralash bosqichining dastlabki bellashuvlari bo'lib o'tdi. Endi esa 28 va 29-iyul kunlari javob o'yinlari futbol muxlislarini kutmoqda. Hozircha maydonda ko'proq o'z imkoniyatini isbotlashni istayotgan klublar kurash olib bormoqda. Har bir jamoa bitta maqsad bilan maydonga tushmoqda. UEFA Chempionlar Ligasining asosiy bosqichiga yo'l olish. Ko'pchilik kutayotgan savol esa bitta. Mashhur klublar qachon maydonga tushadi? Real Madrid, Barselona, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Bayern Munchen, Inter, Milan, PSG va boshqa Yevropa gigantlari hali musobaqada qo'shilgani yo'q. Ular o'tgan mavsumdagi natijalari tufayli to'g'ridan-to'g'ri asosiy bosqichga yo'llanma olgan. Shu sababli bu jamoalar sentyabr oyida muxlislarga qarshisiga chiqadi. UEFA Chempionlar Ligasining asosiy bosqichi 8-sentyabr kuni boshlanadi. Ana o'shanda haqiqiy futbol bayrami start oladi. Dunyoning eng kuchli klublari bir maydonga to'qnashadi. Yulduz futbolchilar esa yana o'z mahoratini namoyish etadi. Birinchi saralash bosqichi shuni ko'rsatadiki, bu mavsum hech kim uchun oson kechmaydi. Ayrim favoritlar kutilganidan ancha qiynaldi. Ayrim kamtar jamoalar esa jasorat va intizom evaziga barchani hayratda qoldirdi. Futbolda nom emas, maydondagi harakat hal qiluvchi omil ekanini yana bir bor ko'rdik. Oldinda esa yanada keskin, shiddatli va murosasiz uchrashuvlar kutmoqda. Har bir gol, har bir daqiqa va har bir xato taqdirni hal qilishi mumkin. Sizningcha bu mavsumda UEFA Chempionlar Ligasi kubogini qaysi jamoa qo'lga kiritadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizni kuzatishni davom eting. Eng tezkor futbol yangiliklari, tahlillari va qiziqarli ma'lumotlar aynan shu yerda.